Hududlar iqtisodiy salohiyatini oshishi mamlakat umumiy iqtisodiy o'sishiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda bugungi kunda? Hududlar iqtisodiy o'sishi har bir iqtisodiyotda har bir hududni o'zini yalpi hududiy mahsuloti mavjud va hududlar tomonidan amalga oshirilayotgan aynan iqtisodiyotda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar monitoringi amalga oshirib boriladi. Ya'ni qaysi hudud o'tgan davrga nisbatan qancha mahsulot ishlab chiqardi, hududda inflyatsiya omillari qay holatda. Ya'ni bu juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Sababi asosiy maqsad hududlar ham chambarchas rivojlanishini ta'minlash. Qaysidir hudud qolgan hududlarga qaraganda qolib ketishi kerak emas bo'lgan asosiy maqsad. Shu sababdan hududlarda ham ya'ni aholini yashash darajasi, farovonligi juda ham muhim omil bo'lib, chambarchas poytaxtdagi iqtisodiyotdagi natijalar kabi ular ham doimiy tartibda isloh qilib, rivojlantirib borilmoqda. Endi yalpi talabni o'sishiga qaysi o'z omillar asosiy turtki bo'ladi? Xo'p, yalpi talab deganda o'zi nimani tushunishimiz lozim? Umuman olganda oddiyroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, yalpi ichki mahsulotdan boshlasak, yalpi ichki mahsulot bu mamlakat tomonidan ma'lum bir davr mobaynida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qiymati. Ya'ni mana boya ta'kidlab o'tilgandek, mamlakatimizda 9 oy mobaynida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati 7.6% ni tashkil qilganligi bu nimani anglatadi degan savol tug'ilishi mumkin. Avvalambor bu misol uchun bitta kichkina mamlakatni oladigan bo'lsak, tasavvurimizdagi bir mamlakat, o'sha mamlakat 100 ta kompyuter, 100 ta telefon, 100 ta televizor ishlab chiqaradi. Endi o'sha mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'ati, ya'ni yalpi ichki mahsulotda 7.6% o'sish deb aytdik. Ya'ni nimaga erishdi o'sha mamlakat degan savol tug'ilishi mumkin. U 7.6 deganda 100 ta mahsulot ishlab chiqarayotgan mamlakat endi 107.6 ta kompyuter, 107.6 ta televizor, 107.6 ta masalan telefon yoki o'sha mamlakatda jamiki ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xizmatlar o'tgan davrga nisbatan o'sish sur'atini ko'rsatish va bu natijasida nima bo'ladi? Masalan, mamlakatda ko'proq mahsulotlar, ko'proq xizmatlar ishlab chiqarilish yo'lga qo'yilgandan keyin tabiiyki o'sha mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ko'proq odamlar, ya'ni ishchilar, xodimlar kerak bo'ladi. Ya'ni ishsizlik darajasi avtomatik tartibda kamayadi, pasayadi. Va ishsizlik darajasi pasaygandan keyin ko'proq mahsulot, tovar, xizmatlar ishlab chiqarilgandan keyin aholining daromadi oshadi. Va o'sha hozir bergan savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, yalpi talabni jonlantiruvchi omillar, ya'ni rag'batlantiruvchi omillar nima deganda, asosan bu albatta aholining daromadi. Iqtisodiyot, yalpi ichki mahsulot, ya'ni iqtisodiyotda ko'p narsa bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, yalpi ichki mahsulotni o'sishi o'z o'rnida aholini daromadini oshishiga sabab bo'ladi va aholini daromadi oshgandan keyin mana bu narsani biz nafaqat raqamlarda, balki kunlik hayotimizda ham kuzatishimiz mumkin. Ko'p holatda mana hammamiz bir-birimizga mana juda ham ko'chalar tirband bo'lib ketdi. Ertalab oldin ma'lum bir uyimdan ishxonamga yarim soatda yetib kelardim. Hozir mana xuddi o'sha masofani 50 minutda yoki 1 soatda bosib o'taman deb odamlar bir-biriga gapirishadi. Aslida bu o'zi bundoq iqtisodiyot tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, bu ijobiy o'zgarish. Bu degani aholi yashash darajasi, farovonligi oshib bormoqda. Bu degani aholida xarid qilish qobiliyati, ya'ni ko'proq oilalarda avtomobil borligidan dalolatdir. Ko'chalarda misol uchun oldin odamlar ko'p holatda o'sha qishda zaxira qilib konserva bankalar yopib nima qilishgan bo'lsa, hozir ko'p holatlarda aholi farovonligi, daromadi oshgan sayi
Bunga ehtiyoj bo'lmayapti. Bunga ehtiyoj bo'lmasdan, masalan, kafe, restoran, ya'ni 24/7 ko'chalarni qanchalik aholi bilan, mijozlar bilan to'lganini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bu narsani tadbirkorlik faoliyati jadallashganini oldi sotdi, masalan, o'sha ko'ngilochar maskanlarda, mollar deymizmi, savdo majmualarida odamlar to'la. Ya'ni bu juda ham ijobiy bir signal bo'lishi kerak. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Nafaqat raqamlarda, bu oddiy kuzatuvlarga asoslangan holda ham ko'rishimiz mumkin.